Ha, bolla. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Ahror aka. Yaxshimisiz? Ahror aka, hech kim sizni 70 ga kirgan deb o'ylamaydi. Qilichsiz. Bilasan-ku, jiya. Abdulaziz, o'rtog'ingni olib uyga kiringlar. Og'ayni, adin 70 yoshda ham qanaqa bunaqa tetik yuribdilar? Og'ayni, to'g'risini aytsam, ota-onam yo'qotib qo'yishdan juda ham qo'rqaman. Shunga har hafta shifokor nazoratida bo'ladilar. Uyga kelib tahlil olib ketishadi, dorilarni ham eshik tagigacha olib kelishadi. Eng arzon dorixonalar. 3 oyda bir to'liq tekshiruvdan o'tib turadilar. Qanaqa qilib shuncha tekshiruvlar yana uygacha ham olib kelib berishadimi? Qara, hammasi bitta joyda. Onlayn shifokor maslahati, dorixona, laboratoriya, diagnostika, xullas sog'lig'ingda nima muammo bo'lsa, hammasi shu yerda. Ey bolalar, qolganlarga ham aytinglar, yuklab olib foydalanishsin. Biza eski shaharlik bo'lsak ham, yangi texnologiyadan foydalanamiz.